Avvalgi darslarimizda ma'lum bo'ldiki, rizq Alloh taoloni har bir bandasini taqdiriga bitib qo'ygan, yozib qo'ygan atosi. Rizq Alloh tomonidan har bitta bandaga kafillangan narsa ekan. Inson musulmon bo'ladimi, kofir bo'ladimi, farqsiz rizqini yeydi. Faqat o'sha rizqini yeyishlikda uni qiladigan ishi ikki dona. Musulmon bo'lsin, kofir bo'lsin, rizqi bor. Rizqi keladi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Chunki Jabroil alayhissalom payg'ambarimizga kelib aytayaptilarki, nafs rizqini to'liq olmagunicha, ajali yetib kelmagunicha o'lmaydi. Rizqni talab qilishlikda chiroyli yo'l tutinglar. Sizlardan bittangizni rizqi kech kelganligi, ish yurishmayapti, qarzini uzolmayapti, xolos bo'lmayapti, ya'ni ko'pchiligimizda shunaqa-yu. Sizlardan bittalarning rizqini kechikishligi uni gunoh bilan talab qilishlikka olib borib qo'ymasin. Chunki Allohning huzuridagi narsa ma'siyat bilan talab qilinmaydi. Birodarlar, rizq yozilgan. Hali osmoni yer yaralmasdan avval 50 ming yil burun, hali osmon yer yaralgani yo'q. Shundan 50 ming yil avval Alloh taolo haloyiqning taqdiriga rizqini yozib qo'ygan. Xotirjam bo'ling. Yozilgan narsa albatta keladi. Yozilmagan narsa albatta kelmaydi. Yozilgan bo'lsa qayoqqa qochay? Yozilmagan bo'lsa nimadan qo'rqay? Rizq ishida ikkita rolimiz bor. Birinchisi, qanday kasb, qanday hunar tanlash. Ikkinchisi, shu tanlagan kasb va hunarimizda taqvoli bo'lish yoki fosiq bo'lish. Shu ikkovilar biz ixtiyorimizda. Natija aniq. Kasb tanladingiz, fojir, fosiq bo'ldingiz, o'sha rizq keldi, faqat bebaraka keladi. Hayotingizda osoyishtalik bo'lmaydi. Variant A. Kasb tanladingiz, taqvoli bo'ldingiz, shariat bo'yicha yashadingiz, rizqingizga baraka keladi, hayotingizda osoyishtalik bo'ladi. Tushunarlimi? Mana ana shu rizq haqida gapirdik, orqasidan tijoratda gapirdik. Savdogarlar. Birodarlar, agarchi vallohu alam adashayotgan bo'lay, savdo bilan shug'ullanayotgan odamlarni shariatimizdagi savdo ilmi elagi bilan elasak, 100 tadan bitta odam qoladi yo 2 ta odam qoladi. 98 tasi to'kilib ketadi. Mubolag'a emas. Ishoninglar birodarlar, mubolag'a emas. Biz eng taqvoli savdogarimiz mashina sotayotganda indamay turadi. O'sha taqvo bu. O'zi qanaqa edi? Aybini aytish kerak edi. Klient so'ramasa ham. U deydi, men indamay turdim deydi. Men yolg'on gapirmadim u deydi. O'sha taqvo, ko'ryapsizmi? Qaysi darajaga tushib ketganmiz? Vaholanki birodarlar, sotayotgan molingizni aybini aytishingiz qarzingiz edi. U so'ramasa ham aytishingiz kerak edi. Xo'p, mayli, bu oldi sotdi qilayotganda o'rtasida bo'lsin. 3-chi odam qarab turibdi. Mashinani sotyapti. Nariga odam so'rash ahli yetmayapti. Bu aybini aytmayapti. 3-chi odam gunohkor bo'ladi. Shu aybini bilib turib aytib qo'ymasa. Agar bizni mashinamizni sotayotganimizda indamasdan taqvo qilib, bironta odam kelib bu manaqa aybi bor deb qo'ysa, 3-jahon urushi boshlanadimi? Ko'ryapsizlarmi, qaysi darajada bizni ahvolimiz savdodagi, savdo haqidagi tasavvurimiz? Domla kim unaqa qilib savdo qiladi hozir? O't iminda kim qiladi shuna qilib? Unaqa odam yo'q. To'ppa-to'g'ri aytyapsiz. Yo'q unaqa odam. O'shuning uchun baraka yo'qda. Rizqni nima ekanligini tushunib olsak, Alloh va payg'ambari aytgandek anglab qalbimizga joylab olsak, ishonavering, yolg'on ham gapirmaymiz ekan. Axloqimiz ham go'zal bo'lar ekan. Namozni ham vaqtida o'qiymiz ekan. Hiyla-dayralar o'z-o'zidan yo'qib ketar ekan. Asosiy muammoimiz bizni rizq haqidagi tasavvurimizni noto'g'riligida. Savdogarlarda ishlaridagi kamchiliklar.
Aldashlik. O'tgan darsimizda laysa minna man g'ashshana dedilar Rasululloh. Bizni aldagan, bizga firib qilgan odam bizdan emas dedilar. Birinchisi yolg'on. Ikkinchisi o'lchovdan urib qolish. Tarozidan urib qolish. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda xos bitta surani nomini tarozidan urib qoluvchilar deb nomladi. Qaysi sura? Mutaffifun surasi. Qur'onda bitta sura tarozidan urib qoluvchilar deb nomlanyapti. Bu hazillangan narsa emas. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Vaylul lil mutaffifin. O'lchov tarozidan urib qolguvchi kimsalarga vayl bo'lsin, halokat bo'lsin. Vayl jahannami bo'lsin va halokat bo'lsin. Demak, vayl so'zining ikki xil ma'nosi bor. Voy bo'lsin, ikkinchisi o'lchovdan urib oladiganlarga vayl do'zaxi bo'lsin. Dunyoda xor bo'ladi, voy bo'ladi holi, oxiratda esa vayl degan jahannamga tushadi. Birodarlar, payg'ambarimiz aytganlarki, o'lchovda halol va adolatli bo'lmaganlari sababli avval o'tgan ummatlarning ba'zilari halokatga uchraganligini unutmanglar. O'lchov tarozidan urishlik yoyilib fosh bo'ladigan bo'lsa, bu qavmga halokat keladi. Shuayb alayhissalomning qavmi, Madiyan qavmi nima uchun halok qilingan edi? Tarozidan urib qo'ygani uchun. Imom Hokim va Tabaroniy Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz aytadilar: o'lchovdan urib qolmaslar, nabototdan man qilinurlar va qahatchilik ila tutilurlar. Tarozidan urishlik, metrdan urishlik agar yoyilib ketadigan bo'lsa bir xalq mamlakat orasida yomg'ir yog'may qo'yadi. Ekin-tikin qurib ketadi, qahatchilik bo'ladi. Bunaqa tarozidan urishlik yoyilgan yurtda birodarlar baraka ko'tariladi, ocharchilik bo'ladi. Oyatning davomini o'qiymiz. Astagfirullah. Alladina idza iktalu alan nasi yastawfun va idza kaluhum aw wazanuhum yuhsinun. U tarozidan urib qoladiganlar shunaqa odamlarki, o'zlari bir narsani o'lchab olsa, aniq to'g'ri qilib oladi. Endi o'zi o'lchab shu narsani boshqa birovga berayotgan paytda kam qilib beradigan kimsalar. Tarozi, o'lchov deganda faqat biz o'sha tarozi bilan metrni tushunmaylik. Bizning zamonimizda buni maydoni kengayib ketdi. Bu aqllar Allohni unutganidan keyin, rizq haqidagi tasavvuri noto'g'ri bo'lgandan keyin bu aqllar faqatgina tarozidan urish, odamlarni haqlarini qanaqa bir yo'li bilan urib qolishi haqida ishlaydigan bo'lib qoladi. Aql faqat shu narsaga ishlaydi. Va natija qanaqa? Insonda aqlini lol qoldiradigan darajada hiyla naringlari bor. Shunaqa yo'l bilan boyiganlarni oxiri nima bo'lganligini qaranglar-da. Bunaqa g'irrom yo'l bilan pul topadigan odamlarga sezdirmasdan oson yo'l bilan boyiyapmiz deb o'ylaydi-yu, lekin oxiri voy. Shu dunyoni o'zida ham voy bo'ladi. Oxiratdagisi esa juda ham achinarli bo'ladi. Ehtimol bunaqa g'irrom bilan pul topayotganlar, odamlarning haqqini nohaqdan yeyotganlar dunyoda qo'lga tushmay qutulib ketar. Lekin baribir bir kun o'ladimi ular ham? Alloh taolo aytayapti. Astagfirullah. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin azim. Ular ulug' bir kunda hamma odamlar Robbil alaminning huzurida tik turadigan kunni borligini o'ylashmaydimi? Yawma yaqumun nasu li robbil alamin. Odamlar hammasi Robbil alaminning ro'parasida turadigan kunni borligini o'ylamaydimi ular? Yana qaytaramiz. Bu dunyoda hech kim sezmas. Sherigiz ham, shepiz ham, o'sha tekshirib keladigan tashkilotlar ham sezmas. Hammani oldarsiz. Lekin o'lmaysizmi? Birodarlar, faman ya'mal mithqala zarratin khayran yara va man ya'mal mithqala zarratin sharran yara. U qanaqa kun? Zarra vaznichalik yaxshilik qilsa ham ko'radi. Zarra vaznicha yomonlik qilsa ham ko'radi. Bizi iymonimiz bu, bizi aqidamiz bu.
Birodarlar, tarozdan urayotgan odam bandalarning haqqini urib qolyapti. Bizning ustimizda Allohning haqqi bor. Unga shirk keltirmasdan ibodat qilishimiz. Alloh azza va jalla qiyomat kunida bir mo'min bandasini olib kelib, amallarini o'ziga arz qilib, Karim zot xohlasa kechirib yuboradi. Namoz o'qimagan, roza tutmagan Allohning haqqi. Alloh xolasa kechivoradi va kechadi, umid qilamiz. Alloh Karim zot. Ammo bandalarning haqqi bo'lsa, Alloh aralashmaydi. Siz savdoda birovda 50 gram haqqi o'tib ketdi, birovda 5 so'm zdachasi qolib ketdi. Bilmasdan qilgan bo'lsangiz, o'sha pulni ehson qilib olasiz, qutulasiz. Agar bilib turib, hunar qilib olib yegan bo'lsangiz, shu pulni. Alloh azza va jalla bu yerga birovning bandani bor bandam, men kechdim gunohlaringdan, kiraver jannatga deydi. Hadislarning xulosasi. Gunohlarni kechdi, Alloh o'zining haqqidan kechdi. Jannatning eshigining oldiga borganda bir guruh odamlar turgan bo'ladi. Kimlar ular? Mana shu odam dunyoda ularning haqqini yegan. So'kkan, urgan, g'iybat qilgan, tarozdan urgan, metrdan urgan, xullas haqqini yegan, bilib turib urgan. Mana endi Alloh taolo aralashmaydi. Tarozdan urayotganlar kimlarning haqqini yeb qo'yishdi? Qanaqa qilib topadi endi u odamlarni? Qancha yeganligini qayoqdan biladi? Yana diqqat qiladigan narsamiz shuki, tarozidan urib boygan odamlarning hayotiga diqqat qilib qarash kerak. O'sha pul nasib qildimi? O'sha pulni topib xotirjam yashadimi? Shuni bir qarasin-da. O'zi boyishdan maqsad nima? Osoyishta, xotirjam kun kechirish. Bola chaqasini, orzu havasini ko'rish. Tinch totuv yashash, saodat topish. Shuni o'zi boy bo'lishdan maqsad? Endi bu yo'l bilan pul topganlar aniq shu narsaga erishmaydi. Allohdan yuz o'girib, halol haromni farqiga bormay, shariatga e'tiborsiz bo'lgan, Qur'ondan yuz o'girgan odamning hayoti bilasizmi qanaqa bo'ladi? Bunaqa odamlarda hayoti qanaqa bo'lishini Alloh taolo Qur'onda aytib qo'yibdi. Astagfirullah. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka. Tang bo'ladi bunaqa odamning hayoti. Robbimiz aytayapti, kim meni eslatmamdan yuz o'girsa, ya'ni Qur'ondan yuz o'girsa, shariatdan yuz o'girsa, halol haromga parvo qilmasdan Allohdan yuz o'girsa, fa inna lahu ma'ishatan donka. Bas, albatta uning uchun tang, baxtsiz hayot bo'lur. Metrdan urishlik, shariatdan yuz o'girishlik. Allohdan yuz o'girgan insonning hayotini Alloh taolo tang va baxtsiz bo'ladi deyapti. Boy bo'lishi mumkin. Magazinlari, zavodlari bo'lishi mumkin. Ha, qo'lida katta, chaqasi katta bo'lishi mumkin, lekin hayoti tang bo'ladi. Endi tarozidan urish qanaqa ekanligini hammamiz bilamiz. Metrdan urib qolishlik qanaqa ekanligini hammamiz bilamiz. Ammo bizning davrimizga kelib birodarlar, mana shu texnologiyalar rivojlangandan keyin tarozi o'lchov degan narsani yangilari paydo bo'ldi. Masalan, kilovat, vat deydi, litr, kub, kvadrat va hokazolar. Ana shu elektrni o'lchovlaridan vat bilan kilovat. Endi bu sohani egalari bizdan ko'ra tafsilotini yaxshi bilishadi. Men soddaroq qilib aytaman. Tarozidan urishning bitta yo'li. Bizda yo'q ekan-a? Mana konditsioner turibdi. Derdim agar bo'lganida. Konditsioner. Bu sohani egalari mendan ko'ra tafsilotini yaxshi biladi. Soddaroq qilib aytaman. 18 lik yoki 35 lik degan konditsioner bor. Korobkasi yozib qo'ygan 18 yoki 35 deb. Narxi $300 deydi. Oddiy odam bunaqa narsalarni ikirchigiriga, tafsilotiga ahli yetmaganligi uchun $300 degan narxni ko'radi, yonboshdagi magazinda xuddi shu 18 yoki 35 deb qo'ygan, u yerda $200 turibdi. Xaridor nima qiladi? Aniq nima qilishi? Modomiki uning ichidagi ikirchiklarni bilmagandan keyin $100 arzonrog'ini olaveradi.
bu sohani ikir chikirini bilmaganligi